Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan Qonun Sayyohlar Kengashining 18-sessiyasida yig'ilishimiz. Sessiya ishi to'g'ridan-to'g'ri onlayn tarzda ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritilmoqda. Sessiya ishida tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi, tuman hokimligi ish o'rinbosarlari hamda kun tartibiga aloqador korxona va tashkilot rahbarlari qatnashmoqda. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari tuman kengashi saylangan 24 nafar deputatdan 22 nafar ishtirok etmoqda. Sessiya ishini boshlash uchun kvorum yetadi. Xalq deputatlari saylovchi tuman kengashining 7-chaqiriq 18-sessiyasini ochish to'g'risida bitta qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozlar. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlan. Sessiyani ochishni e'lon qilaman. Endi ovoz berish o'tkazish va uni natijalarni aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlarni sanoq komissiyasi raisligiga Zaitova Maqsuda Rahmatullayev, sanoq komissiyasi a'zoligiga Ro'shangul Nargiza Abdullayeva va Yusupov Feruz Rustam uchun tavsiya qilaman. Boshqa takliflar bormi? Agar yo'q bo'lsa, ushbu taklifni boshqa taklif bo'lmasa ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar?
deputatlar Sariosiyo tuman kengashining 7-chi aprel 18-chi sessiyasini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q. Agar boshqa takliflar agar boshqa ko'rsatmalar bo'lmasa kun tartibini tasdiqlashni ovozga qo'yaman, rozilar. Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlanadi. Sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruzalar uchun 15 minutgacha, muzokaralar uchun 10 minutgacha, so'zga chiquvchilar uchun 5 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tsak. Kun tartibidagi birinchi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha taraqqiyotlar to'g'risidagi 51-sonli farmoniga asosan aholi murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan Sariosiyo tuman xalq qabulxonasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha tuman hokimining axborot to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimi, tuman xalq qabulxonasi rahbari Yaqubov Qodirjon Al-Mahamadovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Savolimiz bo'yicha kun tartibidagi Sariosiyo tuman xalq qabulxonasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-1-apreldagi aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi 51-sonli farmoni hamda O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonun talablari asosida tumandagi davlat organlari va boshqaruv tashkilotlari tomonidan aholi murojaatlarining har tomonlama to'liq, xolisona va o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar doimiy nazoratga olib borilmoqda. Aholi murojaatlarining umumiy holati bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, 2026-yil 1-yil holatiga jismoniy yuridik shaxslarning O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga Sariosiyo tumani fuqarolaridan 3490 ta murojaatlar kelib tushgan. Ushbu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 3055 ta tashkil etgan. Ya'ni murojaatlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 435 taga 14% ga oshgan. Kelib tushgan murojaatlar ijobiy hal etilish darajasi 49.2% ni tashkil etmoqda. Murojaatlar jami 3074 nafari fuqarolardan kelib tushgan bo'lib, shundan 1708 nafari xotin-qizlar masalalari bo'yicha, 1297 nafari erkaklar, 694 nafari 31 yoshgacha bo'lgan fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni tashkil etadi. Murojaatlarning 222 nafari 3 martadan 10 martagacha takroriy murojaatga tushadi. 7 nafari 12 martadan 39 martagacha murojaat qilgan. Jami murojaatlarning qariyb yarmi 12 tashkilot hissasiga to'g'ri kelyapti. Eng achinarli holat tumanimizda o'sha murojaatlarni orqaga surtilgan holat ijtimoiy himoya sohasida murojaatlar bo'lyapti. Fuqarolarimizdan o'sha ijtimoiy saytlardan tushayotgan murojaatlar asosan 540 ta murojaat ijtimoiy himoya sohasiga to'g'ri kelyapti. Majburiy ijro byrosiga 205 nafar, tuman hokimligiga 140 nafar, oila va xotin-qizlarga 132 nafar, energetika sohasiga 135 nafar, ishlarda 129 nafar,
sog'liqni saqlash sohasida 123 nafar, bandlik sohasida 115 ta, sudlar bo'yicha 90 ta, banklar sohasiga 88 ta, sud ta'minoti bo'yicha 29 ta murojaatlar kelib tushgan. Tuman tashkilotlariga kelib tushgan murojaatlar 2026 yanvar-iyun oylarida Sarat tuman hududidagi qattiq idoralarga 2141 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 2082 tasi ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqilgan murojaatlar ham ilovada ko'rsatilgan. Unga ijobiy qarashli 2.3% tashkil etgan tashkilotlar o'ziga tushgan murojaatlar. Ijrochi tashkilotlar tomonidan murojaatlarni ko'rib chiqish holati Sarasot tumani inson ijtimoiy xizmatlar markaziga 300 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 535 tasi ko'rib chiqilgan, undan 117 tasi 21% ijobiy qarashli. 310 tasi huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan, 80 tasi rad etilgan, 2 tasi ko'rmasdan qoldirilgan, 22 tasiga tushuntirish berilgan, 5 tasi ko'rib chiqishi tugatilgan, 2 tasi uzoq muddatli nazoratga olingan, 5 tasi ko'rib chiqish jarayonida qolgan. Endi bu yerda shu joyda qisqagina aytib o'tmoqchi edim. Haqiqatda ko'proq fuqarolarimizda tushuntirib targ'ib ishlari olib boryapmiz, lekin bolalar nafaqasini olish bo'yicha 414 ta murojaat, 500 tani 414 tasi bolalar nafaqasi. Endi bolalar nafaqasini tayinlashga o'ziga yarasha kriteriyalar bor. Ikki tomondan agar ishsiz bo'ladigan bo'lsa, nima tayinlab bo'lmaydi, yoki boshqa pozitsiyalar bor. Hozir inson omilsiz degan elektron integratsiya qilingan ma'lumotlar bazasi orqali holatlar bo'lyapti, elektrik xulosasi olinish kerak bo'lyapti. Endi o'sha komissiyadan inson omil aralashmaydigan platformadan o'sha berilgan mezonlarga to'g'ri kelmasdan rad qilinadi. Oldindan doim ravishda olib yurgan, qayta-qayta yana bola pul olish bo'yicha bu sohada haqiqatda bizni o'zimizni soha vakillarining kamchiligi bor. Bu bo'yicha biz endi mana o'tgan safargi qarshi tajribalar bo'yicha oldingi sessiyada sizlarga hisobot berganimizda ko'p oldingi yaxshi rejalarni olib maqsaddan ishlaydik. Shu rejalarimiz bo'yicha ish tashkil qilyapmiz. Har mana shu o'rinbosarlar ham o'zim ham xalq qabulxonada shaxsan individual murojaatlar qabul qilib ishlayapmiz. Bundan tashqari ommaviy murojaatlar berib ishlayapmiz. Lekin keyinchalik fuqarolarimizni ba'zi holatlarda o'sha qayta-qayta tushunmovchiliklar kelib chiqyapti. Buni albatta targ'ibotni haqiqatda kimlarga chiqish kerak holatlarda ishlayapmiz. Tegishli mas'ul tashkilotlar ustidan ham chora ko'rish bo'yicha yuqori tashkilotlariga shaxsan tuman hokimi sifatida to'g'ri xalq murojaatlariga mas'ul rahbar sifatida ham masala qo'yganmiz. Ko'rish chiqyapti. Tez kunda o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazining rahbariyat tashkil masalasini ko'rish aytilgan. Xuddi shuningdek Sarasot elektr tarmoqlarida 135 ta murojaatga tushgan, shundan 120 tasi ko'rib chiqilgan, 75% ijobiy qaratilgan. Avvalgi holatlarda ko'rib turibsizlar, tumanimizda bunyodkorlik qurilishlar bo'lyapti, qurilish jarayonlarida bilmasdan ta'mirlash holatlari bo'lyapti, yoki bo'lmasam ta'mirlash holatlari bo'lyapti. Vaqtinchalik o'zga to'ylar shularga fuqarolarimiz tomonidan murojaatlar bo'lyapti. Bu masalada ham ishlarimiz yomon emas, yaxshi ishlanyapti. Hozir bugun ham ertalab chiqarib oldik. Transformatorlarni kuz mavsumiga tayyorlashni ta'minladik. Keyingi asosiy murojaatlarimizda Majburiy ijro byurosining ifodalarini aytib o'tib, bu yerda 85% ijobiy qaratilgan, 26tasi asosan bu yerda aliment undirish bilan bog'liq masala bo'lyapti. Qolgan sohalarning o'zini tekshirish aylanadigan hujjatlar bo'lyapti. Asosan majburiy aliment undirish masalasi bo'ladi. Keyingi nimamiz Sarat tumanida gaz ta'minoti bo'limi bo'yicha keyingi safardan 154 ta murojaat kelib tushgan. Buni yaxshi tushunib kerak, hammamizga ma'lum narsalar, xalqlar, bilasizlar, hammalarni joylarda yozishingizda o'sha gazni ta'minlash holatlari bo'lganligi sababli albatta tumanimizda iste'molga nisbatan 450 tonna 550 tonnaga chiqadi. 550 tonna bo'lsa 250 tonnagacha limit berish natijasida tumanimizda gaz oxirgi 3 oy davomida to'liq samara olish imkoniyati bo'lmadi. Endi stajli holat bo'yicha 20 kunlar bo'ldi, joylashib, endi 26 sentyabrgacha grafik berganman. 100% to'liq hamma mahallaning gaz bilan havosi deyapti. Endi o'sha paytda fuqarolarimiz tomonidan qayta-qayta murojaat qilib gaz bilan o'tish holatlari bo'ldi. Rasmiy munosabat bildirish degan qaramasdan shu bo'yicha gazning murojaatlarini boshlashga sabab bo'ldi.
xuddi shunday qolgan masalalarni majburiyatda murojaatlarni yana qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, tibbiyot va kadastr, soliq inspeksiyasi hamma o'z sohalari bo'yicha yuqorida aytilgandek murojaatlar kelib tushyapti. Bu bo'yicha albatta har bir tegishli soha tashkilotlar o'zini munosabatini bildirib, qonun murojaatlar bo'lsa qonun talablariga ko'rib chiqilyapti. Asosiy maqsadimiz hammamiz oldimizga qo'yganimiz oliy maqsad imkoniyat darajasida qonun nuqtai nazaridan qonundan chiqmagan holda ijobiy hal qilish masalasini oldimizga qo'yganmiz. Murojaatlarning mazmun mohiyati bo'yicha ta'min qilinganda kelib tushgan murojaatlar mazmuni bo'yicha ta'min qilingan eng ko'p murojaatlar quyidagi masalalarga to'g'ri kelgan. Ya'ni yuqorida aytganimizda aliment undirish masalalari, 18 yoshga bo'lgan bolalar nafaqasi, ehtiyojmand fuqarolarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish masalasi, sodir etilgan huquqlarga oid masalalar, ijro hujjatlari, qarzdorliklarni undirish masalasi, ijtimoiy himoya reyestriga, ya'ni kambag'allar reyestriga kiritish masalasi, xotin-qizlar bir martalik moddiy yordamlar bo'yicha surishtiruv tergov organlariga aloqador bo'lgan murojaatlar mana shu sohalarga to'g'ri kelyapti. Shu yo'nalishdagi murojaatlar qonunning o'tgan yil moddalariga nisbatan o'zgarish, ularni keltirib chiqarayotgan sabablarni chuqur o'rganish, tizimli muammolarni bartaraf etish zarurligini ko'rsatyapti murojaatlarimiz. Bu bo'yicha oldimizga so'ralgan 6 oy yaqinda bizni tumanimizga ular rahbarimiz Respublika Xalq qabulxonasi tomonidan kelib o'sha Sariosiyo tumanida murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan 14% oshib ketgani bo'yicha e'tibor bildirgan edi. Shu bo'yicha biz keskin xulosa qilib olib ishlayapmiz o'sha tumanimiz bo'yicha. Hozirgi holatda, kecha holatda o'sha murojaatlar o'tgan yil hisobiga nisbatan 6% ga tushirildi. Hozir 6% ga oshdi. Ya'ni o'sha e'tibordan biz 10% gacha 8% gacha tushib ketdik. Endi bu bo'yicha ishlaymiz. 9 oy yaqindan oldimizga maqsadimiz keskin qisqartirib, xalq muammolarini yechish bo'yicha alohida takliflarimizni ko'rib chiqyapmiz. Takroriy murojaatlarga keladigan bo'lsak, takroriy murojaatlar o'tgan yilning birinchi yarim yiliga nisbatan 410 ta takroriy murojaat kelib tushgan bo'lib, asosan takroriy murojaatlar 14% oshgan murojaatlarni bu ham mahallalar kesimida oladigan bo'lsak, bizda ko'proq mahallalarda Atrofiyat mahallasi, Alisher Navoiy, Bilgur, Jannat makon, Bo'yrako'l, Lutfkor mahallasi hissasiga to'g'ri kelyapti takroriy murojaatlar. Takroriy murojaatlar sohalar kesimida ko'radigan bo'lsak, bu yerda yana yuqorida aytilgandek, aliment undirish 19 tasi, elektr tarmoqlarini sim, transformator ta'mirlash, nosozlik holatlari bo'yicha 13 ta murojaat, ichki yo'llarni asfaltlash va shag'allash bo'yicha 13 ta, gaz ballonlarini to'ldirish bilan bog'liq muammolar 10 ta, uy-joy bilan ta'minlash, yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha 6 ta murojaatlar bo'lyapti. Jamoaviy murojaatlarimiz o'tgan yilning birinchi yarim yilligida, 2026 birinchi yarim yilligida 60 ta jamoaviy xarakterdagi murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shu ko'rsatkich o'tgan yilning mart oyida 71 dan tashkil etib, bu jamoaviy murojaatlarning 18 taga kamaydi. Jamoaviy murojaatlar asosan Jannat makon, Terakzor, Qalqobod, Xonjiza, Pulka, Chosh, Chilonzor hamda Turmushobod mahallalari aholisi kelib tushyapti. Jamoaviy murojaatlar sohalar kesimida Surxondaryo suv ta'minoti, gaz ta'minoti, oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi bo'lgan murojaatlar, shuningdek elektr hisoblagichlardan noroziligi, ularni yechish, o'rnatish va plambalash, ichki yo'llarni asfaltlash va shag'allash masalalari bilan bog'liq murojaatlar bo'lyapti jamoaviy. Murojaatlar bilan ishlash holatida Sariosiyo tuman xalq qabulxonasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun talablar asosida tumanda tashkil etilgan idoralar hamda aholi murojaatlarini ishlash holati bo'yicha bugungi kunda juda ham qattiqroq ishlashni bo'ldi desak mubolag'a bo'lmas, ishlanyapti. Shaxsiy va sayyor qabullar tashkil qilyapti hurmatli deputatlar. Bu rahbarlar qabul so'rovi bo'yicha 24 ta murojaat kelib tushgan, shundan prezident qabul so'rovi bo'yicha kelib tushgan 10 ta murojaat, yuzasidan murojaatlar viloyat hokimi tomonidan qabul qilingan. Qolgan 14 ta murojaat viloyat hokimi qabuliga so'rovlar bilan bog'liq bo'lgan bo'lib, mazkur yo'nalishdagi murojaatlar soni 8% ga oshgan. Sariosiyo tuman hokimligi va boshqa idoralar, tashkilotlar tomonidan 71 ta sayyor qabullar o'tkazish rejalashtirilgan. Amalda 83 ta sayyor qabul o'tkazdik.
Sariosiyo tuman hokimi va uning o'rinbosarlari hamda hududli xalq qabulxonalari binolarida shaxsiy qabulga jadvallari tasdiqlangan. Buni ijtimoiy tarmoqlarga xalqimizga ma'lum bo'lsa berib boryapti. Rasmiy veb-saytda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinmayapti. 26-30 kunlar tuman hokimi va uning o'rinbosarlari tomonidan rejalashtirilgan 17 ta shaxsiy qabuldan 15 tasi o'tkazilgan, 2 tasi o'tkazilmasdan qolgan. Bu 2 tasi bo'yicha mas'ul o'rinbosarlar ba'zida sabab bor, ba'zi sabab bo'lmagan holatlarda chora ko'rib, qishloq xo'jaligi o'rinbosari va qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan bitta sayyor qabul o'tkazilmasdan qolgan holat bo'yicha shaxsiy qabullar o'tkazilmagan, buni chorasi ko'rildi. Xulosa ta'kidlar o'rnida aytamiz, umuman olganda tahlil natijalari ayrim tashkilot va idoralar aholi murojaatlari soni sezilarli darajada ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa aholini qiynayotgan muammolarni barvaqt aniqlash, profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish, murojaatlarga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni joyida bartaraf etish hamda tashkilot va idoralar rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini yanada oshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib, aholi murojaatlari bilan ishlash samaradorligini oshirish, har bir murojaatni o'z vaqtida birinchi rahbarning o'zi ko'rib chiqish, xolisona va to'liq javob berish kerak. Takror murojaatlarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish va ularni oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilash, ijobiy hal etish darajasi past bo'lgan sohalarda murojaatlarni ko'rib chiqish sifatini va ijro intizomini kuchaytirish, ijtimoiy muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash va ularning muammolarini manzilni aniqlash va hal etishda faollikni oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalariga alohida e'tibor qaratish, mahallalardagi muhandislik, kommunikatsiya infratuzilma, jumladan ichki yo'llar, elektr, gaz va ichimlik suvi ta'minoti faoliyatini muntazam monitoring qilib borish. Shu bilan birga ijobiy hal etish darajasi past bo'lgan sohalarda murojaatlarni ko'rib chiqish sifati va ijro intizomini kuchaytirish, har bir murojaatning mazmun mohiyatini ko'rib chiqqan holda aniq amaliy chora-tadbirlarni belgilashni maqsad qilib oldimizga hisoblayman. Bu bo'yicha biriktirilgan tashkilotlar bilan o'sha mas'ul soha vakillari bilan qayta o'zimiz hokimlik sohasida qayta ko'rishib, qayta chora-tadbirlar belgilaymiz. Hurmatli deputatlar, axborotni tugadi, e'tiboringiz uchun rahmat. Agar savol bo'lsa, rahmat. Sessiyalarımızda juda ko'p mas'uliyatsiz bo'lgan rahbarlarni mas'uliyatga olib kelib, shu majburiyatga savol bersak, rahmat. Shu murojaatlar kamayadi deb o'ylayman. Rahmat. Juda to'g'ri masalani hurmatli ko'tardingiz. Men kecha bir xayolan o'tdi, ijtimoiy himoya tashkilotga qo'ysangiz, yana o'zim savol berayotgan joydan kimdir savolni eshitgan bo'lib qolaman, bu to'g'ri xayolan o'tkazdim. Shuni yaxshi taklif bo'ldi. Biz hozir uzoq yillar mana shu yig'ilishlarda takliflarni men o'zim kutib ogohlantirib, keyingi sessiyada ham biz aytishni har bir masalaga ko'rishamiz, savolni qo'yamiz. Keyin mas'ullarga taklif man o'zimga topshiriq yuklab qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu keyingi sessiyada o'sha davr bilan murojaatlarni kechiktirgan, murojaatlarni oshishiga yo'l qo'yilgan tuman tashkilot rahbarlari, hokimiyat ijrochilar rahbarlariga ko'rilgan choralar bo'yicha hisobot beramiz. Ma'qulroq bo'ladi. Chunki to'g'riroq ishlamagan tashkilot rahbarlari aynan mana shunday masalalar bo'yicha biz ayovsiz keskin choralarni ko'rib boryapmiz. Intizomiy ishdan olish, yuqori tashkilotga ta'minot qilish, birontasida ayashtirayotgani yo'q, lekin ijobiy o'zgarish qilamiz. Savollar bormi? Yaqinda fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazdik. Anvarlar mahallasiga borib murojaat qildik. Murojaatga yangi ko'chuvga, yangi joy ko'chuvga aholidan 200 yil elektr ulanmagan. Deputat so'rov qilib, nimaga qo'shmoqga jo'natdik. Yoniga o'sha uyda atrofiga elektr chiqmaydi. Transformator ishlab turibdi, yangi transformator ishlab turibdi. O'rtasida ham 100 metr atrofida ham transformator ishlab turibdi. Endi ulashga ruxsat kerak, ulanmaydi. Ketsa 50 metr yoki 100 metr sinib ketadi. Boshqa kuchli nima kerak emasda.
keyin bizlar nimaga deputat so'rov uchun javob qaytarishgan. Bizlar dasturga qo'yamiz, keyingi yillarga dastur ishlab chiqaramiz, dasturda tasdiqlansa ular beramiz degan. Ya'ni borib ko'rsa, o'zga qarasa, so'rasa degan savol berdilar. Endi murojaat javob bersa, javob berishga to'g'ri javob bersin. Rahmat. Bu masala bo'yicha tumanimiz bo'yicha umumiy kuzatishga mahalladan umumiy holatga axborotni berishgan bu bo'yicha shug'ullanamiz. 18-19 yillarda 2100 adashmasam agar 50 to'ntaga adashmasa 2120 taga yaqin 400 yerlar olingan qo'yiladi xabarlar bor. Lekin biqillar bor, yashayapti, qo'shnilar bor, biqillar ulangan. Ba'zilari ham ko'p yillar bormagan iste'doddan qolgan. Bu yerga yo'lgan, bundan qo'yilgan sababi reyt nimasini olganda hech qanaqa kadastr qilinmagan. Tuman hokimligi o'sha yerda qaror chiqarib bo'lgan. 2018-yilda qarordan o'sha qaror chiqarib kadastr olinmagan. Bugungi kunda kadastr yo'q bo'lgani sababli elektr ta'minotiga ulashning imkoniyati yo'q. Bugungi tuman hokimligi qaror chiqarib berish vakolatlari yo'q. Endi u fuqarolarga uchrashib, borib gaplashib, uchrashgan hammasiga viloyat adliyamiz rahbari tegishib fuqarolarga qolgan tegishli idoralardan qo'ng'iroq bo'limlaridan maslahatlarni so'raganimizda ular shunaqa maslahat berishibki, fuqarolar sudga kiritib, xasus hujjatlari bor. O'sha egar buni belgilasa, kadastr hujjati bilan keyin uni kadastr hujjati bo'lsa, elektr hisoblagich bera olmaydi. Endi aytayotganlarimiz qanday yo'llangan bilmayman. Albatta sizni deputatimizni sizga qilingan murojaat, bizga qilingan murojaatga qabul qilaman. Uni va'da beraman, o'zim joyiga borib, ilojisi siz bilan birgalikda. Agar bunday qabul o'tkazadigan bo'lsalaringiz, biroz aytsalaringiz ham men agar vaqtim imkoniyatim bo'lib qolsa boraman. Juda yaxshi bo'ladi. Masalan, joyiga borib, o'rganib chiqib, fuqarolarga ham sizga ham o'sha murojaatga qo'shilgan bo'ladi. Savollar bo'ldi. Takror murojaatda misol endi onlayn shaxsan amallarni ma'lumot uyiga borib hamma tashlab mahsulot oladi. Haftasiga 2 marta murojaat qiladi. Buna murojaat manzil yo'q, masala yo'q, masala yo'q. Uygacha borib, hamma borib. Mana butun sekinlarimiz bilan borib eshitdik. Lekin ba'zi fuqarolarni o'ziga olib olgan shekilde oldiga boryapmiz, masala yo'q. Qo'ygan masalani yechib beryapmiz. Qolgan murojaatlarda misol bitta mahalla raisi ustidan murojaat qiladi. Shaxsiy adovat bo'lsa bo'ldi. Tinimsiz fuqarolarimizni bitta mahallasiga oladi. Mana kuni kecha mana fuqarolarimiz bo'g'imiz bilan bitta murojaat bo'yicha bordi. To'xtamasdan murojaat qiladi. Biz komissiya a'zolarimizdan bor. Mana bunaqa murojaatga o'zim boraman. Bitta ikkita mas'ul o'zimizga borishni joyi to'xtamasdan o'zim boraman. Komissiya hamma boraman dedi. Bordik birga, uyga kirdik. Endi o'tib ketgan onalarimiz momosi o'tib ketgan. U uyda hech kim yo'q, lekin u uyda yashagan odamlarga misol 9 ta rahmatli momoni 9 ta farzandi bor. 9 ta farzandi uy momonini topgan. 9 ta farzandi bor, haqqi bor. Bitta farzandi ruhiy nosog'lom, o'sha nosog'lomga uy ta'minlab bermayaptilar. Neki bordik mana hamma bilan ko'rdik mas'ullar bilan. Bu kimniki o'zi? Uyga ham ko'tarib, birovga ta'minlab qo'yib ertaga turgan biz bola qolmi? Qarasak oilaviy 9 ta mana o'rtasida nizoli, ta'lim ham egasi bo'lmagan. Yon qo'shib nevarasi uyga olaman degan
10-ga qo'shilgan endi shunaqa holatlar bo'lyapti. Borib albatta uni vaqtincha qarindosh urug'larni chaqirib tushuntirganimizdan keyin mahalla joylarda ota-onalarni yoki odamlarni chaqirib tushuntirganimizdan keyin haqiqatdan bu sevgini uzoq tushundik, to'g'rimi? Tushunib haqiqatdan nima qilindi? Bunga bizda shart nima qildik? Shu qarindosh urug'larni yig'ib biz o'sha taklif aytishni o'z zimmamizga oldik. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Albatta har bitta takror murojaatlarga joylar yaratib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa ba'zi holatlarda tinimsiz murojaat bo'lganda o'shanda holat bo'lgani chiqyapti. Haqiqatda o'sha ko'proq noloyiq deb murojaat qiladi endi. Ishdan olish holatlarini qilyapmiz. Alohida tushunarli. Masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimdan qanday takliflar bor? murojaatlarni sovuqqonlik bilan qaragan, ijro etmagan tuman o'rnidagi ana tashkilot rahbarlariga nisbatan intizomli chora ko'rib, keyingi sessiyada axborot berib topshirib kerak. Ana tashkilotli murojaat. Endi qarab tursam shu masalaga shu tashkilotli murojaat qiladigan odamlarga nisbatan oldin mana shunday komissiya bo'ladi. Pedagogika sohasida tibbiy pedagogik psixologik komissiya bo'ladi. Oldinlar rayonlar boshidan chiqishda komissiya bo'ladi. Shunday odamlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, komissiyani xulosasi berilib, bu odam boshqa ruhiy kasal bo'lsa, yozaversa odamlarni beobro' qilsa, rahbarlarni behurmat qilsa, qayerdagi yaxshi ishlaydigan kadrlarimiz bor, faqat bir yozuvchining chetida yurib. Shunga bitta xulosa komissiya qilsak, keyin kasal bo'lsa, politsiyaga olib borsa. Ben 74-yil oilaga o'qituvchi edim, qonda ishlaganman. O'sha yerga bir komissiya qilinib, bir kasalni 2 marta jarrohxonaga yotqizgandan keyin u yozmaydigan bo'ldi. Mana sizga taklifda bu. Qo'shimcha takliflarni inobat qilgan holda qaror loyihasi qo'shimcha takliflarni inobat qilgan holda yoziladi. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Kun tartibidagi ikkinchi masala. Saraysuv tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 2-oylik davomida qo'shimcha marhalar hisobidan shakllangan mablag'larni taqsimlash to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z Saraysuv tumani hokimi Yoqub O'zidan Al-Mahamadov. Marhamat. Deputatlar va sessiya ishtirokchilari, sizlarga 2026-yilning demak 2-chorak yakuni bilan Saraysuv tuman mahalliy byudjet ijrosining natijalari hamda amalga oshirilgan chora-tadbirlar to'g'risida axborot berib o'taman. Mahalliy byudjet daromadlari ijrosi 26-yilning 6 oy davomida daromadlar rejasi 74 milliard 205 million so'm tashkil etib, amalda 81 milliard 860 million so'mga bajarildi. Bu reja ko'rsatkichlar 110% ga bajarilgan, ya'ni yilning rejaga nisbatan 7 milliard 199 million so'm qo'shimcha daromad tushirganini ko'rsatadi. Jumladan mahalliy byudjet daromadlari 2026-yilning 1-oyida 4 milliard 434 million, 2-oyida 2 milliard 764 million so'm ortiq bilan bajarilgan. Bu 6 oy davomida 7 milliard 199 million so'm tashkil etadi. Demak, 1-oyda 4 milliard 400, 2-oyda 2 milliard. Mahalliy byudjet xarajatlari ijrosi tuman byudjeti endi 26-6 oy davomida xarajatlar ijrosiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, hisobot davri uchun tuman mahalliy byudjet xarajatlarining rejasi
103 milliard 138 million so'm tashkil etgan. Amalda byudjet mablag'lari hisobidan 94 milliard 776 million so'm moliyalashtirildi. Shundan ijtimoiy soha 38 milliard 621 million so'm, yo'naltirildi moliyalashtirish rejasi 81% ga bajarildi. Jumladan xalq ta'limi sohasiga 13 milliard 542 million so'm, maktabgacha ta'lim ta'lim sohasiga 13 milliard 542 million so'm, maktabgacha ta'lim sohasiga 16 milliard 28 million so'm, madaniyat va sport sohasiga 9 milliard so'm moliyalashtirish 96.9% ga bajarilishi ta'minlandi. Iqtisodiy tarmoqlariga 17 milliard 638 million so'm mablag' moliyalashtirilib, moliyalashtirish rejasi 97.8% tashkil etadi. Shundan obodonlashtirish sohasiga 13 milliard 985 million so'm mablag' yo'naltirilib, reja 97.2%. Qishloq xo'jaligi oid muassasalarga 3 milliard 212 million so'm mablag' yo'naltirilib, reja 98.2% ga bajarildi. Shuningdek, davlat boshqaruv organlarini saqlash xarajatlari hamda boshqa tarmoqlar xarajatlarini o'z vaqtida moliyalashtirish ta'minlandi. Qo'shimcha manbalar hisobidan ajratilgan mablag'lar 2026 yil 6 oy davomida tuman hokimligining zaxira jamg'armasi, yil boshidagi erkin soliq mablag'lari, daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hamda yuqori byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan sohalarga jami 6 milliard 889 million so'm mablag' ajratildi. Mahalliy byudjetning yil boshidagi erkin soliq mablag'lari hisobidan 880 million so'm yo'naltirildi. Shundan demak, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Umumson maktabiga, Jasorat maktabi klinika talabalari muvaffaqiyatli hozircha 100 million so'm, tuman obodonlashtirish boshqarmasi obodonlashtirish ishlari va moddiy imkoniyatlar mustahkamlash xarajatlariga 88 million so'm, ochiq byudjet portali doirasida Sarasima hokimligi tashkil etilgan tashabbus jamg'armaning mahsulot raqamiga 222 million so'm ajratilib, boshqa xarajatlarga 292 million so'm mablag' ajratildi. Tuman hokimligi zaxira mablag'lari, zaxira jamg'armasi mablag'lari hisobidan 1 milliard 640 million so'm mablag' ajratildi. Mahalliy byudjet daromadlar rejasini oshirib bajarilishi hamda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan tushumlar hisobidan jami 4 milliard 84 million so'm mablag' ajratildi. Mazkur mablag'lar ochiq byudjet doirasida tashabbus byudjet jamg'armasiga mablag' yo'naltirish, ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash, og'ir toifadagi mahallalarda islohot dasturini moliyalashtirish, umumta'lim maktablarining moddiy imkoniyatlarini mustahkamlash, mahallalar va ijtimoiy uylar, video kuzatuv vositalarini o'rnatish, obodonlashtirishlarni hamda tuman hokimining moddiy texnik bazani mustahkamlash maqsadlariga yo'naltirildi. 13 ta og'ir toifadagi mahallalarga islohot dasturini moliyalashtirishga 200 million so'm, ya'ni bilasizlar, qarorda qarorimizda 13 ta og'ir mahallalar 2 milliard respublika byudjetdan moliyalashtirilmoqda, 1 milliard tuman mahalliy byudjetdan mablag' hisobiga 200 million so'm bu mahallalarga ajratilgan. Hurmatli deputatlar, tuman mahalliy byudjetining 26 yil 2-chorak daromad rejasi bajarilgan qismi hisobidan ajratilgan mablag' haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsa, 2-chorak yakuni bilan mahalliy byudjetda 2 milliard 184 million so'm qo'shimcha mablag' shakllanadi. Bundan mahalliy byudjet daromad rejasining oshirib bajarish qismidan 1 milliard 275 million so'm mablag' shakllanib, umumta'lim maktablarining moddiy imkoniyatlarini mustahkamlash, mahallalar, ijtimoiy uylar, video kuzatuv kameralar o'rnatish, tashabbus byudjet jamg'armasiga mablag' yo'naltirish, turizm jamg'armasiga mablag' ajratish hamda boshqa xarajatlar moliyalashtirishga yo'naltirilmoqda. Hurmatli deputatlar, ushbu xarajatlarni aniq taqsimotlarga taqdim etilgan. Ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Bu yerda berilgan demak, yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan hisobdan 179 million so'm mablag' shakllanib, bu mablag'lar tashabbus jamg'armasiga, ichki yo'llarga asfalt beton qoplamasini sotib olishga hamda davlat dasturlari va boshqa xarajatlarni amalga oshirishga yo'naltirilmoqda. Shuningdek, yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov hisobidan 128 million so'm mablag' shakllanib, shu mablag'lar to'liq tashabbusli byudjetga yo'naltirish ko'zda qishloq xo'jaligi yerlari ijarasidan tushgan mablag'lar. Bundan tashqari 26 yilning 1-2 choraklari davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari
ijarasidan tushgan mablag'lar hisobidan 965 million so'm mablag' shakllandi. Mazkur mablag'larni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 12 sentyabrdagi byudjet sonli farmoni hamda 26 yil 8 maydagi 8 sonli farmonlari arzorni ta'minlash maqsadida tuman suv yetkazib berish davlat muassasasiga bir dona ekskavator texnikasini xarid qilish uchun ajratish ko'rsatilgan. Chunki o'sha suv yerdan yo'nalishgan sohasidan kelib tushgan mablag' mana shu sohalarga yo'naltirishga maqsadga muvofiq ko'rsatilgan. Chunki tumanga bittagina ekskavatorimiz bor, aravalar sog'liq xalqi masalalarini ishda ehtiyojimiz juda yuqori ekskavator olmoqchi. Tashabbusi byudjet loyihasining 2026 birinchi mavsum doirasida amalga oshirish rejalashtirilgan ishlarga to'xtalib, birinchi mavsum bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirildi. Birinchi mavsumda demak 91 ta taklif kelib tushgan. Ishchi tomonidan takliflarni qonun hujjatlariga belgilangan mezonlarga muvofiq har bir taklifni amalga oshirish uchun zarur mablag'lar miqdori hamda tadbirlarni amalga oshirish uchun imkoniyatlari o'rganilgan natijalarga ko'ra 82 ta taklif qabul qilingan, 9 ta tashabbusda nizom talablaridan kelib chiqqan holda rad etildi. Fuqarolar tashabbus jamg'armasida ovoz berish bosqichiga qadar nizomga asosan tuman byudjetining 26 yil uchun tasdiqlangan umumiy xarajatlarining kamida 5% hisobidan birinchi bosqich uchun 14 milliard 870 million so'm, 26 yil esa qolgan mablag'lar hisobidan 227 million so'm hamda o'tgan mavsumlardagi loyihalarda hisob qilingan mablag' hisobidan 705 million so'm, jami 15 milliard 740 million so'm mablag' shakllandi. Tashabbusli byudjet loyihasining 26 yil birinchi mavsum 11 martdan 20 martga qadar loyihalarga ovoz berish jarayoni o'tkazildi. Ovoz berish yakunlariga ko'ra umumiy qiymati 15 milliard 800 million so'm bo'lgan 11 ta loyiha g'olibi. Gulobod, Nurbulod, Sebzor, Sharafobod, Shirin, Turmushobod, Galabuzda, Sarijar, Sadisherozi, Shoh va Yangi mahallalar. Bundan tashqari, quruvchi Surxondaryo viloyat saylov okrugidan saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Samiyeva Go'zal Muqaddimovaning tashabbusiga ko'ra qiymati 1 milliard 500 million so'm bo'lgan 857 ta ovoz to'plagan Saraston Alisher Navoiy mahallasini obodonlashtirish va ko'kalamzorlantirish loyihasi deputat tashabbusiga ko'ra g'olib deb e'lon qilindi. Mazkur loyiha doirasida mahallaga kirish qismiga zamonaviy o'rnatish, piyodalar yo'lakchasi, yo'laklar qurish, o'rindiqlar, o'rmonlar, latoflar hamda manzarali tungi yoritish chiroqlarini o'rnatishga amalga oshirish belgilangan. Bugungi kunda 26 yilga tashabbusli byudjet jarayonining birinchi mavsum doirasida uning qiymati 17 milliard 100 million so'm bo'lgan, jami 12 loyihani amalga oshirishga olib borilmoqda. Buni xat nazar olganmiz, joyiga chiqib ko'ryapmiz. Yaqin shu qisqa kunlarda to'liq hammasini joy-joyiga qo'yib, mana Alisher Navoiy Respublika deputatimiz ovozi bilan olingan loyihani 2 kun ichida topshirishga qabul qilishga tayyorgarlik ko'ramiz. Hurmatli deputatlar, 26 6 oy davomida sohalar bo'yicha muassasa va tashkilotlarning byudjet mablag'larini moliyalashtirish tasdiqlangan hamda aniqlik kiritilgan rejalar asosida O'zbekiston Respublikasining byudjet kodeksi, hukumat qarorlari va farmoyishlarida belgilangan tartiblarga rioya etilgan holda amalga oshirildi. Shuningdek, byudjet mablag'larini rejadan ortiqcha moliyalashtirishga yo'l qo'yilmadi. So'zim yakunida shuni alohida ta'kidlashim joizki, mahalliy byudjet daromadlarini oshirish, mavjud rezervlarni aniqlash va ulardan samarali foydalanish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat. Savollar bormi deputatlar? Marhamat. To'g'ri. Endi men ham savolni qo'ydim. Pulni yetadiganiga qarab olamiz. Chunki ekskavator mana oddiy byudjetni qiynalgan tomonlarini aytib berishim mumkin. Mahallaning ichida aholilarga xalqimiz
Arada qolmay qo'ydi mahallaga boradigan arada. Misol Devrim mahallasiga murojaat qilib tushdi. Arada qolish kerak. Shunday kerak yerga. Lekin qo'ldan qolmaydi. Akademika ko'plarni maqtashyapti. 965 dan bunda balkim variantlarni o'ylab ko'ramiz. Hozir shu variantni tayyorlagan biz bugungi kundagi mablag'imizni ajratib qo'yamiz. Agarda yetishmasa qo'shimcha rezervlarimiz keltirib foydalanishimiz kerak. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz hamma sohani imtiyozlarini bakib, sudolarimizni bakib, rezervlarni darrov qonuniy tomonlarni hisobchilar, o'sha mas'ullar bilan birgalikda ko'rib chiqib qonuniy yechim qilamiz. Uzoq yilga xalqimizga xizmat qiladigan yaxshi texnikani olish chorasi ko'riladi. Yo qo'shimcha rezerv olamiz, yoki bo'lmasam o'sha mablag'ga yetadigan bir jamoani olamiz. Bizda rayonimizda yo'ldan Ko'rdingiz, bitta daromadimiz bor, u yoqdan bu yoqqa yuradi. Bu ham buzilib qolsa, hamma shuni taqaladi. Bitta isi bor. Mahallalarda xo'jaliklarga boradigan o'zlar qoladi, lekin foydalanuvchilarga hozir betonlashda mana hurmatli prezidentimiz betonlash bo'yicha topshiriq beryapti. Ularga biroz ta'minlashda bizni oldimizdagi vazifalarni tezroq bajarishda sifatlarni boshlash uchun xizmat qiladiganda savollar bor. Rahmat. Hurmatli deputat, rahmat. Qolgan deputatlardan ma'lumotlar bo'ladi. Alisher Navoiy mahallasida bugungi kunda ogohlantirgan ishlar. Demak, o'rta shaharlar bo'yicha 100% hamma ichimlik suvi to'plangan suv olinadigan sudosi loyihasi bo'yicha tuman markazida 9 ta mahalla bittasi Alisher Navoiy suv loyihasi 90% yaqinlanib qoldi. Birinchi marta cho'chiklarni o'rnatish qoldi, tarafdor olish. Chunki aslolashga tuman hokimligi tarafdor turibmiz. Bu loyiha bo'yicha ish ketyapti. Birinchi. Ikkinchi masala To'qqizinchi qarorga og'ir mahalla toifasiga tushgan. Bu og'ir mahalla bo'yicha undagi ishlar Alisher Navoiy demak 3 kilometr asfalt qilinadi. 1 kilometr qilindi, 2 kilometr qolyapti nazoratimizda. Sug'orishlardan bitta artizan hudud olib, suv chiqardi. Hamma zamonaviy bo'ldi. 130 ta beton ustunlar o'rnatish kerak edi. 130 ta beton ustunlar o'rnatib bo'lindi. Arablarni 500 metr baton qilish kerak edi. Buni ham qilib bo'ldi, yakunlandi. 4 ta transformator o'rnatish kerak, yangi transformator. Kechadan joyini o'rnatib topshirib, nima qilib endi buni o'sha 130 ta qisqa bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz mamlakatda ustun bo'ladigan bo'lsa, 130 ta ustunda ham o'rtacha bitta ustunda 45-50 metr masofalikda sitkabli bor, tortiladigan, yopiq kabel. Bu 6 kilometr tashkil qiladi. 5 kilometr 850 metr kabel tortilishi kerak. Kecha hamma mahallalar, og'ir mahallalarda, ya'ni Toshkentda bo'lsa mahallalarda quruvchilar bilan hurmatli prokurorlar, departament boshlig'i, mas'ul tashkilotlar, o'sha alohida bo'lgan tashkilotlar bilan mahallalar ishtirokida tanqidiy holatlar bo'yicha muhokama yig'ilishini o'tkazib, topshiriqlar berganmiz. Albatta, mustaqilligimizni 35 yillik oldimizda katta bayram o'tish, bayramga oshasizlar, tayyorlasizlar degan talab qo'yganmiz. Shu ish ketyapti. Menimcha Alisher Navoiyda muammo bo'lmaydi. Unda 4 ta transformator qo'yiladi. Lekin tashabbusli byudjetchida transformator yo'q. Tashabbus
uchun uylar ichida mahallamizda ahlosi, yo'lakchasi, o'sha aeroport orqali ko'laydigan joyga latoy, burchaklardan qo'yilishi, yosh ishlar, skandaga kichkina musulmon o'rnalar nazarda tutilgan. Pastlik hamma ishni qilib bo'lgan, uni ham kecha gaplarni bo'lgan, o'zim yigitlarni muhokama qilganimizda, unda faqatgina biz aytamizki, zamonaviy yaxshisidan olib chunki bizni aeroport tumanimizda eshigi, ikkinchi havo yo'llarini eshigi, mehmonlar o'zini kelib ko'rib chiqadi. Shuning uchun o'sha yoritishlarga Xitoydan zakaz bergan eng yaxshi quyoshpaneli yoritish. Quyoshpaneli yaxshisidan zakaz bergan, ovozi kirib kelib qolgan, inson shuni tekshirdi. O'shani o'rnida bu boshqa o'zi masala. Aytayotgan sizlarga qayerlari aholi bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, men bugun Habibdan keyin Anjinovaga ko'tarilgan ishim bor. Taklif aeroport oldidan yurib boshlayman. Payshanba bozorlari, yo'q So'g'on bozorga o'shanga hozir rejalashib keldim, Toshkentga yurib o'taman deb. Shuni birga ko'rib chiqamiz. Taklif bering, ishchilarni ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqamiz, mas'ul nimalardan. Marhamat qilyapsiz. Bo'ladi barcha. Ha, bo'ladi, yetarli. Rahmat. Tumanli o'zi endi kun tartibida masalalarga qaror qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha esa qanday takliflar bor? Rahmat bo'lgan ro'zlar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi ikkinchi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 yanvardagi Respublika mahalalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi qarorning ijrosi bo'yicha 2026 yil sudlari davomida tumanda hududlar bilan oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risida tuman ishlar bo'lim boshlig'ining hisoboti. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman ishlar bo'lim boshlig'i Xo'jaqulov G'ayrat To'rayevga uzun so'rayman. Shu savolga bajarishga o'rgatishni bu yerga menimcha chunki oraliq masofamiz 200 metr uzunlik joyda bu moshina tezlikni 50-60 dan oshib olmaydi. Radar o'zini qoplamaydi. Buni bitta yo'li sun'iy to'siq berish mumkin. Zamonaviy sun'iy to'siq qilamiz, moshina tezlik oladi. Shunaqa variantda sizlar. Savollar bormi? Mahallalarda birinchi chorak to'g'risida ozgina ma'lumot shu bilan masala hal bo'ladimi yoki yana yordam? Rahmat. Savolingiz uchun. To'g'ri masala bu haqiqatan yordamlari bilan mahallalarimizni ko'p joylari ta'mirlashtirdi. Shuni hisobdan olib tumandagi 61 ta mahallaning 8 tasi yashil mahalla.
biror teng jinoyat sodir etilmadi 6 oy mobaynida. 12 ta mahallamiz sariq toifada turibdi, bitta Yusufko'l mahallamiz qizilda turibdi. Bu ham Yusufko'l mahallasi ham ta'kid bo'ladi. Shu hurmatli deputatlarimizdan ham o'zi aholi soni Yusufko'l mahallaniki ham jinoyat aholi soniga nisbatan olinadi. Aholi soni o'zi 4000 ga yaqinda nimani o'zi Yangi O'zbekistondan tashqari hisoblanadi. Lekin Yangi O'zbekiston buni tarkibidaligi uchun hozir 10 mingga yaqin aholisi bor. Shu Yusufko'l mahallasi o'ziga. O'shaning hisobidan endi jinoyat ham odam ko'p bo'lgan joyda jinoyat hodisalar bo'ladi. Uchun uni oldindan sharoitga ham shu narsani aytdik, yo mahallani ikkiga bo'lish kerakmi, yo qanaqadir oldindan o'zdan bo'ladi. Masalan, shuni bir ko'rsak, shu jinoyat o'sha mahallamizdan qizildan chiqib ketishi mumkin. Bu bo'yicha qanday berganmiz? Bu siyosatda ko'rishlardi. Hamma berganimiz haqiqatda u yerda mahalla soni, aholi soni Yangi O'zbekiston masjidi katta masjid. Kengayib bormoqda. Bu so'ram aholi ko'chiryapti. Yangi bir masjid. Mustaqilligimiz o'zgarishini juda katta qo'shimchalar ishlanayapti. Yana qo'shimcha qiladi. Shu taklif berganimiz ko'rib chiqdi. Bu yerda aynan Yangi O'zbekiston masjidi mahalla binosini qurishgan joylarigacha ta'kidlangan. Hammasi bir yaqingacha keyingi boshlangan yangi mahalla. Ta'mirlash masalasi ham, ta'mirlash masalasi ham shaxsan mana eng birinchi qarorga ham kirgan Afrosiyob mahallasi edi, Qizilda turgan mahallamiz edi. Mana shu sizlarning yordamlaringiz bilan 63 ta kamera qo'yilib, provokatsiya inspektorining xonasiga integratsiya qilinadi. Shu ham mehmonlarimizga ham, viloyat prokurorimizga ham, bizni ishlar vazirligidan kelganlarga ham tuman hokimiyati prokurori bilan birgalikda borib ko'rsatdik. Provokatsiya inspektori joyidan turib, shu yerda qayerda janjal bo'lyapti, qayerda notinch bo'lyapti, ko'rib, birdan yetib borayotganligini, bundan tashqari qo'shimcha har bir donlarni oldiga qaytadan remont qilinib, donlarga tashvish tugmalari ham qo'yilyapti. Hozirgi kunda eng tez kamera beradigan jinoyatni oldini oladigan yo'nalish mana shu tashvish tugmalarini qo'yish bo'lyapti. 3 minutgacha tezkor qo'riqlash xodimlari yetib kelib, shu sodir etilayotgan har qanday ko'ngilsiz holatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Rahmat, buni ta'mirlashtirishni yana davom ettiraveramiz. Hozir Mirzo-Ulug'bekda kecha tuman hokimi topshirib Xonquli mahallasini ta'mirlash bo'yicha buni ham provokatsiya inspektorlari bilan faqat lokatsiyalarni olib ta'kidlaymiz. Rahmat. Yana savollar bor? Bundan keyin masalajasini qaror qabul qilish kerak. Qaror loyihasi taqdirlangan. Qo'shimcha takliflar bormi? Rahmat. Qaror masalajasiga rozilar. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlanadi. Kun tartibiga ko'rib masala. Tuman darajasidagi davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti holati bo'yicha 2026 yil 1-yarim-yilligida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman adliya bo'limi boshlig'ining axborot haqida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman adliya bo'limi boshlig'i Bobur Bobur Samonovga. Marhamat.
boshqaruvchi tomonidan insonlar ya'ni murojaatni ko'rib chiqyapti, lekin ko'rib chiqish jarayonida o'sha insonlar jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonun normasiga asosan chiqilmayotgani ma'lum bo'lish natijasida amal qilinmayotgani tahlil etilgan. Shuningdek, qonunchilik va qonunlashtirish bo'yicha takliflar bevosita Korp dasturi orqali inson huquqlari qo'yidaga kiritilgan. Hurmatli qonunchiliklar kengash raislari, deputatlar, sizning ruxsatingizdan 2025 yilning o'tgan davr davomida amalga oshirilgan ishlar hamda aniqlangan muammolardan kelib chiqib, 2026 yil davomida norma ijodkorligi, huquq qo'llash amaliyotini quyidagi ishlar tuman darajasida davlat organlari tomonidan bajarilishi ko'rsatma berishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Jumladan davlat organlari va tashkilotlarining tumandagi tuzilmalar rahbarlari, viloyat hokimining 2019-15 yil kundagi Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi, tuman shahar adliya bo'limlarining ijtimoiy iqtisodiy sohadagi huquq qo'llash amaliyotini o'rganish bo'yicha viloyatdagi davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, huquq organlari bilan hamkorlikda ijtimoiy iqtisodiy sohadagi norma huquqlarni aniqlaganda noaniqliklar, qonun to'qnashuvlari va ularning amaliyotda noto'g'ri yoki ziddiyatli tarzda qo'llanish holatlari hamda qonunchilikdagi ob-dog'lar yechim topish bo'yicha takliflar ishlab chiqish to'g'risida viloyat hokimimiz qaror olmoqda. Ya'ni bugungi kunda 937 bor jamiyat bo'yicha jamiyatdan bevosita ishlayapti fuqarolardan yoki bo'lmasa tuman hokimliklari tomonidan fuqarolarni qabul qilish sayyor qabullari bor. Shunday holatda viloyat hokimimiz qarori borki, davlat organlari ham, tashkilotlarimiz ham qonunchiligimizdagi ob-dog'lar deyapmiz. Endi bu qora dog' deyolmaymiz. Sabab ushbu normani qo'llasak ham to'g'ri, ushbu normani ham qo'llasak to'g'ri. Lekin uni ham qo'llanmaydi. Ushbu 8 marta yoziladi. Lekin uni manfaatini agar biz qo'llab chiqsak, davlatda jamiyat manfaatiga ta'sir etadi. Yo qaysi pulning rastaratasiga olib keladi, yo bo'lmasa qaysi qonuniy noqonuniy harakat. Ana shunday holatda viloyat hokimimiz qarorlari bo'linadi. Qonunchiliklarga ob-dog'lar mavjud bo'lganda adliya bo'limlarining o'z takliflarini kiritamiz. Biz to'g'ridan to'g'ri o'sha korpus dasturini topib qonunchilik holatiga kiritamiz. Bevosita muhokamaga kiritamiz. Shunchalar aytib o'tiryapti, qonun tilida qonunchilikdagi mavjud bo'lgan ob-dog'larimizni, ya'ni ikkita qonun normasi to'qnashuvi, buni ham qo'llasak to'g'ri, buni ham qo'llasak to'g'ri. O'zi amaliyotda konstitutsiyaviy norma qo'llanib ketiladi, fuqaro manfaatiga xizmat qiladi. Lekin shularga to'qnashuv bo'ladiki, fuqaro manfaatiga xizmat qilsangiz, davlatda jamiyat manfaatiga zid bo'lib qoladi. Ya'ni taklif bo'lib qoladi yoki to'siq bo'lib qoladi. Ana shunday holatlarda taklif berish kerak. Va jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonun bo'lsa, fuqaroga bevosita ushbu murojaatingiz yuzasidan adliya bo'limiga yoki adliya boshqarmasiga yechim yuzasidan taklif kiritildi deb javob yo'llash noto'g'ri bo'lmaydi. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonunda aynan shu ko'rsatilgan. Taklif orqali qanoatlantirish mumkin, berilgan taklifingiz qisman qanoatlantirishga o'tadi. To'liq qanoatlantirishga o'tmasa, shu murojaatning yechimi yuzasidan taklifga qisman qanoatlantirishga o'tadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qo'shimchalarni egallab olingan yer uchastkalari hamda o'rnatilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 2024-5 avgustda qabul qilingan qo'shimchalarni egallab olingan yer uchastkalari to'g'risida e'tirof elektron tizimi joriy qilingan. Sariosiyo tuman e'tirof tizimida bugungi kunda 4545 ta obyekt kiritilgan. Muhokama jarayonida 1388 ta, e'lon bosqichidan 4 ta, viloyat adliya boshqarmasida 1503 ta, to'lov jarayonida 177 ta, kengashda 104 ta, rad etilganlar 52 ta, qaror chiqarilganlar 756 ta, kadastr hujjatlar rasmiylashtirilgan 309 ta. Agar bu sifralarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz Surxondaryo viloyatimiz bo'yicha Sariosiyo tumanida o'tgan sessiyada bergan axborotimiz juda oxirdagi o'rinlarda edi, qizilda turdik. Bu osoncha jonlantirilgan. Bunga bevosita mahalla uyushmasiga hokimlik o'z xizmat topshirig'ini sabab o'sha bir martalik to'lovlarni to'lash natijasida fuqarolarimizni 6 oy davomida 8 karra ko'payishga erishdik. 2025 yilning yakunlari hisobotida 330 tagina fuqaromizga e'tirof etilgan, qaror chiqqan. Bugungi kunda biz 1780 taga erishdik 6 oyda 6 oy ichida, ya'ni shu to'lovlar qilinish natijasi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026 yanvardagi Respublika mahallalari
tarafi turmush o'rtog'i Rossiyada bo'lganligi sababli bugungi kungacha kelmaganligi sababli uning ajramagan va yarashishiga yakun bir qarorga erisholmaganligi sababli bitta oila shu jarayondan qolib turibdi. Qolgan 12 oiladan to'laqonli oilalar baxtli o'rgashib kelmoqda. Ya'ni yarashishga erishildi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, norma ijodkorligi va huquq qo'llash amaliyoti juda murakkab qurilish sohasi hisoblanadi. Asosiy maqsad har bir qonun hujjatimizni tumanimizning barcha hududlariga bir xilda ta'minlanishi, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini qonun doirasida ko'rib chiqish tamoyillariga xizmat qiladi. Zero, hurmatli Prezidentimiz xabarlarini aytadigan bo'lsak, xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan imorat bahodir. Axborotni yakunlamiz, savollar bo'lsa. O'g'irlik tomonidan savollar bor. Rahmat. Budjet tashkilotlari, ta'lim tashkilotlari ko'proq buyruqlarni markazga tushirilishi, buning uchun tumanimizda o'zgartirishyapti. Bitta holat bo'ldi, ba'zi mahkamasi qarori yangi oliy ta'lim maktabi bo'yicha ta'lim muassasasi qabul qilinganda u stajyor o'qituvchi sifatida qabul qilinishi va bir yil muddatda stajyorlikka ishtirok etish ko'rsatilgan. Shu vaqtda u muayyan muddatda mehnat shartnomasi tuziladi. Agar u stajyorlik parametrlarini bajarsa yoki tegishli toifaga ega bo'lsa, mehnat shartnomasi uzaytirilishi ko'zda tutilgan. Ikki tarafdan to'g'ri qabul qilinyapti. Ikkalasi ham ikki xil tumanga va ikki xil mutaxassis ishlayapti. Bittasi nomuayyan muddatlar deyapti, muayyan muddat. Bittasi muayyan muddatni tasdiqlaydi. Shunga o'xshash ishlarni tushunmovchiliklar bo'lmasin. Maqsad bo'ladi. Yoki bitta tumanni o'zga tushishga imkoniyati yo'qmi? Rahmat savolingiz uchun. Bitta o'rnak savol berdik. Oldin bu shunday tartib edi. Sarasuv tumanidagi maktablarda Sarasuv tumanidagi bosh yurisprudensiyalar, adliya bo'limidagi bosh yurisprudensiyalar ko'p chiqadi. Lekin bu shtat masalasi hamda eng og'ir nuqtasi korrupsiya omiliga bog'liq qolganligi sababli Respublika korrupsiya qo'mitasining taklifini adliya vazirligining sekretariati tashkil. Ya'ni bu mavzu Surxondaryo miqyosida bo'ldi. 27-21 yanvardan boshlab Respublika miqyosida bo'ldi. Sarasuv tumanidan berilgan buyruq Samarqand ya'ni bunda asosiy maqsad korrupsiyani oldini olish. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri xodim bilan yuridik xulosa beradigan, ishga kirgan xodimga yuridik xulosa beradigan shaxsni kontaktga kirishini oldini olish. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, xuddi ana shunaqa og'ir nuqtalarni aniqlash, respublika miqyosida bir xil normani qo'llash. Ya'ni bu onlaynlashib ketadi. Hozir bu tizim qaysi bir qonun rad qilyapti, falon normani asoslab bu ijobiy xulosa beryapti, bu tizimda saqlanib boryapti. Bu tizimda saqlanib boryapti va shunaqa siz taklif bermasangizda u yerda tahlil qilinadi. Bizda har oyda tahlil ketadi. Qaysi bir tuman rad qildi, to'g'ri rad qildi, qaysi bir tuman yuristi ijobiy xulosa berdi, noto'g'ri berdi. Bu xodimlarga jazo chorasi, ma'muriy jazo chorasi qo'llanib, o'sha buyruqlarga xulosa berish bir xillashtirib boriladi. Va bitta ko'rsatma tizimga kiritiladi. Bu oldin bor edi. Sinov asosida oliy o'quv yurtini yangi bitirishlarni biz sinov asosida olamizmi, sinov asosida olmaymizmi? Mehnat kodeksida sinov asosida olmaysan deydi. Vazir Mahkamasining qarorida bo'lsa sinov muddatidan olasan degan ekan. Ikkita normani to'qnashuv, lekin bugungi kunda yakun amaliyotga berildiki, kodeks Vazir Mahkamasining qaroridan qonun hujjatlari yoki nuqtai nazardan yuqori turganligi sababli kodeks qo'llanilib, o'sha sinov muddatidan olish tartibi kiritildi. Bunga xuddi shunday yechim bo'lib boriladi tizim orqali. Tushunarli, rahmat. Yana savollar bor? Rahmat. Kun tartibi masalasida qaror qabul qilish kerak. Ana bu loyihasi tarqatilgan. Bunda hali qo'shish takliflari. Mahkamada o'zgartirilgan ro'zalar. Qarshilar yo'q, taraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 5-chi masala. Mahalliy byudjet daromadlari ijrosi holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash,
va budjetga tushumlarni ko'paytirish borasida 2026 yil so'ralgan amalga oshirilgan to'g'risida bu masalani doimiy kamchilik ko'rilgan sog'liqsiz rahbarni hisoboti, sog'liqsiz rahbarni hisoboti, shunga savolotda marhamat, ma'lumotimiz shu yerda. Asosiy parametrlarni o'rnimiz bor. Savollar bu masalada bizda viloyatimizda komissiya tashkil qilingan. Bu endi ichki xavfsizlik o'zimizda bo'lim bor. Shu o'rganish yaqinda 20 kundan oldin yakun xulosa berildi. Nimadan bitta hozir holat paydo bo'lgan, soxta keshbek bu nogironligi bo'lgan, imtiyozga ega bo'lgan fuqarolar 12%gacha keshbek qaytarib olish belgilangan. Shu keshbeklarni o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar orqali olib sotish holati aniqlandi. Ikkita fuqaroga nisbatan hozir bugungi kunda bellar qo'zg'atilib bu muhofaza qilish organlariga berildi. Shu masalada yaxshi savol bo'ldi. Sizlardan iltimos, mana fuqarolar baribir qonunni uncha yaxshi tushunmaydi. Pulga qiziqish holati juda ko'p bo'lyapti. Mana 300 ming, 400 minglik keshbeklarni 100 ming, 150 minggacha sotib olib foydalangan holati aniqlandi. O'sha keshbeklar qaytarib to'latilyapti. Yeterli. Loyiha yuzasidan qanday taklif va qo'shimchalar bor? Ro'zalar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q, betaraflar, yo'q, pastlar. Kun tartibidagi 6-chi masala. Saroy sudi matbuot davlat ishtirokini qisqartirish hamda xususiylashtiruv jarayonlari yuzasidan 2026 yilning 1-yarmiyligida amalga oshirilgan ishlar va yil yakuniga qadar belgilangan vazifalar to'g'risida. Ushbu masala ham mahalliy budjet tadbirkorligi rivojlantirish iqtisodiy islohotlar masalalari uchun doimiy kamchilik ko'rsatilgan. Shunday masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasidan topilgan. Loyiha yuzasidan kimda qo'shimcha takliflar bor? Marhamat, o'zbekcha so'rayman. Ro'zalar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Pastlar. Kun tartibidagi 2-chi masala. Saroy sudi mahalliy budjetining 2026 yil 1 va 2 so'rovlari davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining ijarasidan tushgan tushumlar hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Bu masala tuman hokimimizda hisobotlarda aytildi. Bitta ekskavator xarid qilish masalasi alohida yurishga qo'yilgani sababli kun tartibiga alohida masalani kiritdik. Shu masala, bu masala ham mahalliy budjet tadbirkorni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari doimiy kamchilik ko'rib chiqilgan. Kun tartibiga masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qo'shimcha takliflar bor. Marhamat, o'zbekcha so'rayman. Ro'zalar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 8-chi masala. Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasidagi ishlar holati to'g'risida tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi hisobot qildi. Ushbu masala ham ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha imkoniyat ko'rib chiqilgan. Kun tartibidagi 9-chi masala. Ijtimoiy reestrdagi 1-guruh nogironligi bo'lgan hafta loyihasiga a'zosi bo'lmagan oilalar xonadonlarini ta'minlash orqali energiya samaradorligini oshirish, ijtimoiy loyihasini moliyalashtirish ro'yxatini ko'rib chiqish va ularning mablag' ajratish to'g'risida. Bu masala ham doimiy ko'rib chiqilgan. Hozirda xonadon ta'minlangan ijtimoiy nogironligi bo'lgan
mehnat loyihasi a'zosi bo'lmagan 6 ta xonadonga mablag' ajratilyapti. O'sha masala qaror loyihasida tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qanday takliflar va qo'shimchalar bor? Marhamat, ovoz berishni so'rayman. Hozirlar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlan. Kun tartibidagi 10-chi masala. Tumanda xavfsiz va ravon yo'l umumiy dasturi doirasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash to'g'risida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Ushbu masala korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari uchun kamchilik ko'rilgan. Bunda hisobotga ishlagan. Masalan, shu yerlar yangi rahbarlikka mutlaqo bo'ldirdik. Kun tartibida darajasini qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qanday qo'shimcha takliflar bor? Marhamat, ovoz berishni so'rayman. Javoblar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlan. Kun tartibidagi 11-chi masala. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga ko'maklashish hamda huquq va qonuniy manfaatlarni himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Ushbu masala ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari uchun kamchilik ko'rilgan. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan loyiha yuzasidan qo'shimcha takliflar bor. Marhamat, bizdan ovoz berishni so'rayman. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlan. Kun tartibidagi 12-chi masala. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Bu masalalar uchta yo'nalishda mablag' ajratilyapti. Bu masala ham hozirda bilan kengashi aholiy xizmatlarini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha ko'rilgan. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan sizlarga. Loyiha yuzasidan qo'shimcha takliflar bor. Unda marhamat, ovoz berishni so'rayman. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlan. Kun tartibidagi 13-chi masala. Xalq deputatlari So'rovnoma kengashining O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 932-son qonunining tumanlar ijrosi haqidagi tegishli son tuman qarori birinchi lavozimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi 7-aprel 6-sonli kengash qarorini birinchi lavozimga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida. Ushbu masala korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bilan ko'rilgan. Bunda ishchi guruh tuzayapti, tavsiyaviy ishchi guruh. Oldingi ishchi guruhga o'zgartirish kirish kerak, birinchi lavozimga. Ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qanday qo'shimcha takliflar bor? Marhamat, bunday o'zbeklar so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlan. Kun tartibidagi 14-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining kengashining 2026-yil 22-iyundagi xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashlari sessiyalarida mas'ul davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining murojaatlarini ishlash bo'yicha axborot va hisobotlarni eshittirishni samarali tashkil etish bo'yicha tashkil etish chora-tadbirlari haqidagi 360-5-son qarorni ijrosini ta'minlash to'g'risida. Ushbu masala ham korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari uchun ko'rilgan. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qanday qo'shimchalar bor? Marhamat, javob berasiz. Marhamat. Senat qaroridan ma'muriy nima berilgan? Shunday. Mayli, hozir asosiy tartibni qabul qilaylikki, tumanga moslashtirish tartibi nima qiladi? Chunki Senat Toshkent shahrining tumanlari bilan Termiz shahri
namunaviy beriladi. Shunga Qonun olsa-da, bir taqdim. yerni shisha ahvolini hokimni qabul qilgan hokimni shisha ahvolini bir yil bo'lganidan uni sharoiti shaharda boshqa tumanda boshqa. Bugun bog'chaga borgan hokim ertalab bordi, yarim kechada keladi. Bularni hisobga olib bitta nizom tasdiqlash kerak. Hurmatli deputatlar, endi sessiya to'g'risida sessiya yakunlari bo'yicha yapiluvchi ma'lumotni e'lon qilish uchun so'z berdik. Marhamat, sessiya davomida bildirilgan taklif va mulohazalar bayonnomaning usulari qabul qilingan qarorlar belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, ijrosi uchun mas'ul tashkilot va mansabdor shaxslar va jamoalarni shu bilan sessiya kotibi sifatida bayonnoma yuritilganini ma'lum qilaman, e'tiboringizni sunaman. hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi Xalq deputatlari tuman kengashining 18-sessiyasi kun taqdim etilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani o'tish yuzasidan unda qanday fikrladi? Rahmat. Unda Xalq deputatlari tuman kengashining 18-sessiyasini yopildi e'lon qiladi. Deputatlar olsun.